kukuruzlar xilma-xilligini qaranglar, akalar. Bu oddiy shirin ekan, bu jicha achchiq qo'shilgan ekan, qaysi birini olay ekan deb rosa o'ylanib turib, oxiri o'qib qoldim. Yaxshi ham ingliz tilini bilaman. Ingliz tilini bilmaydigan odam bilmasdan olib yeb ko'rardi, bu kukuruzga o'xshamayapti-yu, ta'mi deb keyin tashlaverardi. Agar o'zini majburlab yemasa, nima ekan bu desanglar, akalar, cho'chqani terisini kuydirilgan holati ekan, mana fried pork skins, ya'ni qaranglar, kukuruzga o'xshab turishini bu bo'qi deyishdi jala, nixuya bilib bo'lmaydi. Bunisi esa cho'chqani yog'ini kuydirilgan ekan. Pizdesa, qaranglar, biladi. Til bilish kerak edi, akalar, o'zingizlar bilmagan holatda gunoh qilib qo'yishinglar mumkin. Sizlarni ogohlantirib qo'ydim, gunoh ish qilib qo'ymanglar. Yaxshi odam ekan, gullar otilsin. Odamlarda hayotida qanaqadir voqea bo'lishi kerak, yo maxsus joyga borish kerak, yoki normalniy расход qilish kerak. Video ishlashlari uchun men shunchaki magazinga kirsam bo'ldi. Onasini ham sen video tayyor. Shuning uchun ham meni ko'pchilik yomon ko'rsa kerak. Kezalak u bu degan gapini orqasida prosta ko'ra olmaslik, ko'tini teshiga achishib turgani, ko'p achchig'i yeb o'tiradi, chichgani. Chichi bo'lgani ham bilinmaydi, o'tiraveradi ko'ti kuyib. Ash holatda qada bular meni ko'ribmish poylab o'tirishadi, ish qilib prosmotri kam bo'lyaptimi, ish qilib podpishchi kam kelyaptimi deb bo'qi deyishlar. 100% shunaqalar daq qo'ya. Yo'l ochib, thank you. Aynan ketdi. Kulib menga qarab turibdi, momo qiz. Trakimni labovoyini artvori ozoda bola ekan deb o'ylaylar meni.